Assalomu alaykum uyim-joyim deydiganlar. Yangi yilda inshaalloh hammamizga mana shunaqa tayyor xonadonlar olish nasib qilsin. Niyat qilgan bo'lsangiz, yo'qsin deb bitta like bosib qo'yamiz. Bu yoqda Dilmurod akam 7 ta kottej qurganlar, yonma-yon. Xullas, qarindosh urug' aka-uka yonma-yon yashayman desanglar ham mazza joyi, to'g'rimi, aka? Shunaqa, aka. Xo'p, bu joyimiz qayerda joylashgan, aka? Sergeli tumani, Yangi hayot, Navro'z ko'chasida, Tupik ko'chada joylashgan, aka. Tupik ko'chada joylashgan. Ko'chada joylashgan. Metro. Ko'chalarni ko'rsatsang bo'ladi. Old tomonda mehmon kelib qolsa ham bir 10 ta mashinani parkovka qiladigan joylari bor ekan. Xullas, bu yoqda akamiz 7 ta bu yoq tomonda 7 ta bu yoq tomonda. tayyorda qurganlar, bu yoq tomonda korobka holati ham bor. Mobodosiga ham korobka uy olib, o'zim uchun remont qilaman desanglar ham tayyor variant, to'g'rimi, aka? Shunaqa, aka. Ko'chalarga e'tibor beramiz, ko'chasini ko'rsat. Ya'ni mana ko'rasizlar. Bu yoq taraflar Bu yoq tomon burchakka bo'ladimi shunday? Burchakka bo'ladi. Burchakka bo'ladi. 7 tadan xonadon chap tomonda qurilgansiz, 2 tasi sotilgan shunday? 2 tasi sotilgan. 2 tasi sotilgan, 5 tasi qolgan. Uni ichida tayyor parda gilamlarigacha bor. Bor. 80% bitgani ham bor. Bor. Xullas, uni ham parda gilam qilib berasiz. Agar tayyor qilib bergin deysiz. To'g'rimi? Shunaqa. Ana endi yo'qsin degan holda bitta like bosamiz, uyimizning ichkari tomoniga birgalikda sayohat qilamiz. Oka, ketdik. Xo'p, oka, bu uyimizni nimadan qurgansiz? Pishig'ishdan mana, aka, obrazец ko'rinish uchun. To есть o'ng tarafdagi qurilgan mana kottejlar ham chap tarafdagi bilan Xuddi bir shunaqa, xil xuddi konstruksiyasi bo'lgan. Ya'ni Shunaqa. hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. Shu pishig'ish, regl kolonna. Aytgancha, buni podvali yo'q, buni ya'ni o'ng tarafdagi korobka holatining podvallari bor. Seli podval. Seli podvali uni. Shunaqa. И mana ko'rasizlar qanaqa qurilganini o'zingiz ko'ra oldinglar. Endi ichkariga kiramiz, Dilmurod aka. Qani? Marhamat, boshlang. Bu qanaqa holdagi? Bu tayyor podключ bitgan holat. Voy. Boshqacha-yu. Zo'r tarafi bu uyimizni oldida masjid joylashgan. Ikkinchi, uchinchi etajdan ko'rinadi. Buni alohida sizlarga ko'rsatamiz. Ya'ni 5 vaqt azon ovozi eshitilib turadi. Menga shunisi yoqdi. Bu tomonda mana navaralarni birgalikda shashlik firseli bo'lar ekan, короче. И uyimizni fasadi necha metr, aka? 5 metr. Bu yoqqa mashina qo'ysa bo'ladimi? Bemalol mashina qo'ysa bo'ladi. Bitta mashina qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi. Ichkariga kiramiz. Eng qiziq tarafi uyimizni so'kullari ko'ksora toshini ishlatganlar. Ayollarga qiyin bo'lmasligi uchun hali arturmaydi, to'g'rimi? Shunaqa. Shunisi qulay qilibsiz. Ha, kichikroq rang. Xo'p. Ayollar sevimli xonasi, oshxonamiz. Okey. Remontini boplabsiz, lekin haqiqatdan ayollar uchun hammasi qulayliklar bor, mebel texnikasi bilan. Endi bitta savol, bu uyimizda nechta xona bor общий? Bu uyimizda общий 6 ta xonamiz bor. 6 ta xona. Sanojeli? 2 ta sanojel. 2 ta sanojel. Birinchi xonasidan boshlaymiz. Ya'ni sanojel bilan keladi. Hop. Ichlari jihozlanganmi shunday? Ishlar to'liq jihozlangan, kir mashinalarigacha qo'yilgan. Poli issiqqinami? Ya'ni oyoq bosgan. Topli pol, okey, topli pol, 100%. Topli poli bor, Topli pol. Bu yoq tomon nima? Uyimizning yurak qismi, okey. Bu kotelniy xonasi. Endi qarang, okey, mana mahalla ko'y, etos Sergeli dossiz. Arincha Sergeli mashina bozori oldida, metro 2-bekatdasiz. Bu yoqda svet, gaz, kommunalkasi qanaqa? Ochuvchasiga yetadi. Hamma narsasi okey, mana ko'rib turganingiz svet zo'r. Gazlari ham muammo bo'lgani yo'q. Agar muammo bo'lsa, yetadi. Turibdi, yo'q, hammasi joyida, okey. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Xo'p. Bu yoq xonasi nima endi? O'timizni mehmon kutib oladigan xonamiz, mehmonxonamiz. Uyim-joyim deydiganlar, inshaalloh yangi yilda hammamizga xuddi shunaqa hovlilar nasib qilsa, niyat qilgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Parda gilamlari mana shu televizorlargacha qoladi. Ertaga yechib ketmaysizmi? Yo'q, mana mana shu yerda nima ko'rayotgan bo'lsa, hamma narsa qoladi. Qaranglar ekan, aka. Ketdi, keyingi xonasini ko'rsatamiz endi. Mobodo ishdan kelsanglar, bu yoqda ham oilasi bor ekan. Ular sochinglarni tarab, mehmonlar ishga ketsanglar bo'ladi. Yo'q, zildan tushayotganda sirasi to'g'rilanib tushib ketaverasiz. Endi menga yoqqani bu yoqda metroni oldida bo'lgani sababi erkak kishi mashinada ishga ketsa, ayoli, bola chaqasi bor, bog'cha, maktabda degandek, частный shkolada o'qishi. Maktab. Qulayda metro. Shunisi yo'qyapti. Ikkinchi qavat. Ikkinchi qavat mana bolalar xonasi. Nechta xonasi bor? 3 ta spalniyamiz bor. Ikkinchi qavatda 3 ta spalniy. Bu yoqda kravachlarigacha bor ekanda. Zo'r. Bu yoq tomonda nima endi? Bu yoqda qizliga alohida xona qilganmiz. Ranglari ham o'sha nejniy qilib, pushti qilib. Qizlarni ham o'ylabsiz-da. Gap yo'q. Zo'r. Endi qarang, bu uyimizda kadastr hujjatlari bormi, yo'q? Tayyor, aka. Ertaga deysiz, ertaga tasdiqlanadi.
Ha, tayyor, a? Tayyor. Ertaga kelib men olaman desa chepa joylari yo'q. Yo'q. Ertaga bo'lsa ertaga qilib yuboramiz. Qalay bugun joynidegellar sizlarga uy remonti, obstanovkasi fikrlaringizni vaqtda qoldiringlar. Yoqsa agar bu yoq tomoni, ha bu sanoz. Buni ham cho'plik poli bor. 100% to'plik. Tayyor jihozlangan ekan-da. Raditskiy spalnigimiz. Ha, bu raditskiy spalni. Zo'r, gap yo'q. Kravatchlari, shkaflari hammasi qoladi ichida. Mana shu gilam pardalarigacha. Bu yoqdan ham masjid ko'rinadi. Hozir bizlar 3-etajdan ko'rsatamiz. U yoqda yarkiroq, ya'ni aniqroq ko'rinadi. Aka, qo'ni qo'shni qanaqa bu yoqda? Qo'ni qo'shni har xil tinch mahalla, oka. Muammo yo'qmi ertaga? Janjalkashlar yo'qmi? Mo'xchiman. Bilasizmi, uyolmagan qo'shni oldi ishga. Ochuvchasiga ketgan yaxshi. Yana bitta zal, oka. Zal sifatida foydalansa ham bo'ladi. Xullas qo'shni yaxshi. Qo'shni zo'r. Voy, men kattaligini qaranglar. Endi bu yoq tomonda ayvonni ko'rsat. Aslixon. Xo'p, xosligi masjidni ko'rsataman. Shundoq ko'rinar ekan. Kadrni qo'shib qo'yasan, to'g'ri turibdi. Xullas, uyim-joyim deganlar, maza qilib yashaydigan joyi, pishirishdan qolgan ekanlar bu yoq tomonni. Ro'parsida nima bor ekan? Bu terrasa. Xuddi shunaqa. Aytgancha bu romlari qo'yib berilmaydi, uni narxida. Yo'q, qo'yib berilmaydi. Shuni aytib ketish kerak. Aka, ko'rib chiqdik. Haqiqatan fayzli xonadonlik bilinyapti, menga yoqdi. Haqiqatan yurak jiz qildi. Endi qarang, bu uyimiz narxi nech pul bo'lyapti endi? Bu uyimiz narxini 140 ming olamiz, oka. 140 ming. Endi qarang, biz ham obunachilarimiz ko'ryapti. Olaman deb mana naqd pul bilan kelishsa bo'ladigan, taqalgan narx nech pul bo'ladi? Taqalgani naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 135 ming qilib beramiz. 135 ming. Mana shu gilam, parda, texnikalar bilan. Hamma narsa. Mebellar. Aniq-a? Hamma oka. Xullas, 5 olasiz. Ko'rishda men bekorga so'rab berganim yo'q. Sababi kimdirlik kvartirada yashab, pul yig'ib qo'ygan bo'lishi mumkin. 135 ming naqd bilan keladigan bo'lsa berasiz. Shunaqa. Agar noto'g'ri nimalarda qimmatroq aytsangiz, obunachilar kommentariyada fikrlanib qoldiringlar. Aytganim shu 135 ming eng taqalgan. Taqalgan. Xullas, mahallasiga e'tibor berdinglar, ko'rasizlar, bemalol mashina kirib chiqsa bo'ladi, ko'chalarni ko'rasizlar. Xullas, bu joyimiz xohlasanglar, karobka holatini ham kelishilgan holda olsanglar bo'ladi. 80% bitgani nech pul dedingiz uni? 80% bitgani bu yoq tarafdagi uylarimiz. Ularni 110 ming qilib beramiz. Oxirisi ham sotilgan. Bu ikkitasi ham sotilgan. Agar uni remont qilib 135 mingga qilib desa, uni beramiz. Qilib beriladi. Xullas, shunaqa gaplar. Menga bu joy yoqdi, agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, metro oldida Orientir Sergeli mashina bozor, tinch mahalla, farzandingiz maza qilib o'ynaydi, sababi tupikda joylashgan, ya'ni tupik mahallada joylashgan, mehmon kelsa ham parkovishni mashina qo'yadigan joy bor. Uni stechka qilib berasizmi, kстати? Ha, asfalt qilib chiroyli qilib berasiz. Qiziq bo'lsa, pastda Dilmurat akam nomerini qoldiraman, bemalol bizdan nomimizdan murojaat qilishinglar bo'ladi. Hayotgancha bu videoni yaqin tanishlarga tashlab qo'yinglar. Charchamanglar.